Samarqand shahridan lokatsiyasi yaxshi joydan xonadon qidirib yurganlar uchun 3 xonali navbatdagi variantimiz. Hozir to'liq obzorini ko'rib o'tamiz. Prixo'ja zonamizda mana shunaqa mebel qo'yib qo'yishgan, razdelniy sanuzallariga ega. Birinchisi va bu yerda ikkinchisi shunaqa vanna qo'yib o'tishgan. Kattagina общий studiya variantidagi zalimizda mana shunaqa o'tiradigan zona, hamma texnikalarimiz mavjud. Bu yerda esa mana shunaqa prostorniy oshxonamiz joylashgan. Oshxonada ham hamma kerakli jihozlar, mягкий zona, обедный va bu yerda yana bitta mana shunaqa xona tashlab o'tilgan. Buni kabinet yoki kladovka qilib foydalanish mumkin. Uyimiz 3-qavatda joylashgan, 9 qavatli novostroykada, O'zbekistonskida joylashgan va bu yerda bo'lyapti navbatdagi xonamiz. Bunaqa katta детский hamma xonadonlarda ham uchravermaydi. Bitta katta взрослый spalni va bitta bir kishilik yana spalni qo'yib o'tilgan. Xonadonimizda barcha kerakli mebellarimiz aytib o'tganimdek to'liq qo'yib o'tilgan. Bu yerda esa kattalari yotoqxonasi, kerakli hamma jihozlarimiz qo'yib o'tilgan. Ushbu klassika uslubidagi xonadonimiz 80 metr kvadratni tashkil etadi. Narxi esa 90 ming AQSh dollari deb baholangan. Yana savdosi mavjud.